Soat 8 da boshlangan onlayn koloristika darsimiz hozirgina tugadi. Platniy gruppadagilarga ranglar matematikasida o'qib turgan hamkasblarimga juda ham qizg'in dars bo'ldi. Vish уровень koloristikalarga yetib qolishdi. Bir marta o'tdim, yana o'taman xudo xolasa. Va zo'r ketishyapti. Ularning harakatlarini ko'rib o'zim ham xursandman. Yangi potok o'quvchilar qo'shilgan, eski potokdagilar chiqib ketishni xohlashmayapti gruppadan. Nimaga? Har safar har bitta darsda yangi zo'r ma'lumotlar berasiz. Yana oyiga to'lov qilaylikda qanchadir miqdorda shu gruppada yopiq kanalda qolaylik degan taklif berishdi va bu menga ham ma'qul keldi. Mana shunaqangi o'zini ustida ishlaydigan, hamisha harakatda bo'lgan hamkasblarimni juda ham hurmat qilaman. Yana ular uyidan, oilasidan, farzandlaridan ajralmagan holda malakalarini ham oshirishyapti. Juda ham yaxshi natijalarga erishyapti. Videolarini tashashadi gruppaga. Mana shu ochkini yechib qo'ysamchi. U gruppada yana Instagram yurgizish, marketingdan, klientlar bilan qanaqa gaplashish haqida ham juda ham chiroyli darslar bo'ladi. Shunaqangi mavzularda ham darslar o'taman. Ularga juda ham ma'qul keladi bu darslarim. Hammalari kraskalardan zo'r foydalanishni o'rganishyapti. Va ular hammasi har xil joydan, Tojikistondan bor, Rossiyani 2-3 ta joyidan bor, Izraeldan bor, Qirg'izistondan bor, mana shunaqangi O'zbekistonning hamma joyidan bor qizlar. Kimdir hali qo'shila olmagan bo'lsa, kursimga qo'shilishlar mumkin. Faqat aksiyadagi qoradan chiqish darsini o'zini narxida sotib olasizlar, xolos. Bonus o'chdi. Narxini direktdan aytaman. Zo'r darslar bo'ladi. O'zim ham dars o'tib energiyaga to'lib chiqaman. Kimda kim o'qimoqchi bo'lsa, direktdan yozaveringlar.